Так, pechira sutsavollik. Endi bu sutni ровно 65 gradusda zvivat qilib olamiz. Qani ketdik. Operator, yaqinroq kelasiz, zvivat qilgan jarayonni ham ko'rsatasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Men qo'lim emas, bir ustozlar qo'li. Mana sutimiz 65 gradusda zvivaniya bo'ldi, idealni chiqdi. Mana sutda ko'rsating operator qanday glyansovoligini. Endi buni espresso bilan aralashtirib, ustiga bir chiroyli narsa bironma chizib beramiz. Tayyormisiz operator? Ketdikmi? Qalay? Akajon, bratim tayyor, cappuccino. Birdan ko'tarasiz buni, aka.